Qur'onda aytilgan bo'lsa-da, ammo bugunga kelib shukr qilishning foydasini g'aridinlardan o'rganishimizga to'g'ri kelyapti. Ammo hikmat mo'minning yo'qotgan narsasi kabidir. Uni qayerda ko'rsa, olishga haqlidir. Mazmunidagi hadisga binoan biz ham bu bilimlarni olishga va keng miqyosda tarqatishga qaror qildik. Hozirda ko'pchilik Sir, ya'ni Sekret filmini ko'rgan va uning bosh g'oyasi, ya'ni tortishish qonuni haqida eshitgan. Rolna Berin ham o'zining Magiya nomli kitobida tortishish qonunini ishlatish uchun shukr qilishning ahamiyatini ko'rsatib bergan. Va uning ko'plab muxlislari, kitobxonlar haqiqiy shukronalik hissini, mo'jizaviy kuchini takror guvohi bo'lishgan va qayta guvoh bo'lib kelishmoqda. Endi navbat siz bilan bizga. Ammo bizda shukr qilish haqida gapirilsa, salbiy hislar uyg'onadigan bo'lib qolgan. Bu faqat bir narsani anglatadi. Yuzaki, shunchaki qilingan ish hech qachon yaxshi natija bermaydi. Shuning uchun ham til uchida qilingan shukrning mo'jizaviy kuchini, Allohning haqiqiy va'dasini ko'rmaganmiz. Ana endi bu vaziyatni butkul to'g'rilaymiz va foydasini minglab insonlar o'z hayotida qayta ko'rayotgan haqiqiy shukr qilishni biz ham o'rganamiz. Allohning bu va'dasidan hayotimizda keng foydalanishni yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Balkim siz hozirgi munosabatlaringiz, sizda bor bo'lgan narsalar va qandaydir voqea hodisalar uchun Allohga shukr qilgan taqdiringizdan ko'p bora minnatdor bo'lgandirsiz. Ammo siz buni ongli ravishda qilmagansiz. Chunki shukr qilish hayotingizni mo'jizaviy ravishda o'zgartirib yuboradigan amaliyotlardan ekanligini bilmagansiz. Qachonki siz o'zingizni uncha ko'p bo'lmagan narsalarga shukr qilar ekansiz, ular mo'jizaviy tarzda ko'paya boshlaydi. Siz chin dildan shukr qilgan narsalar ko'paymaslikning ilojini qila olmaysiz. Chunki Allohning va'dasi haq. Agar siz hozirda o'zingizdagi bor pullarga chin dildan shukr qilsangiz, hattoki ular juda kam bo'lsa ham pullaringiz mo'jizaviy tarzda ko'paya boshlaydi. Agar siz hozirdagi oilaviy o'zaro munosabatlar uchun shukr qilishni boshlasangiz, hattoki bir umr munosabatlaringiz ideal bo'lmasa-da, bu munosabatlar mo'jizaviy tarzda yaxshi tomonga o'zgara boshlashi aniq. Agar siz o'z ishingiz uchun shukr qilishni boshlasangiz, hattoki u orzuyingizdagi ish bo'lmasa-da, bu ish sizda yanada ko'proq qoniqish uyg'ota boshlaydi va sizning qarshingizda o'sishingiz, rivojlanishingiz uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'la boshlaydi. Bunday mo'jizalarga ushbu trening davomida shaxsan o'zingiz o'z hayotingizda ko'plab guvoh bo'lasiz. Bu aniq. Shukr qilishning teskari tomoni diqqatni faqatgina hayotimizdagi sodir bo'layotgan salbiy narsalarga qaratishdir. Masalan, biz o'zimizda yo'q bo'lgan narsalar haqida hasad bilan gapiramiz. Odamlarning kamchiligini izlab ularni tanqid qilamiz. Doimo pul yetishmasligidan navbatda turish, hukumatdan, tirbandlikdan va ob-havodan noliymiz. Qachonki biz salbiy narsalarga diqqatimizni jamlar ekanmiz, tortishish qonuniga ko'ra ular hayotimizda yanada ko'payadi.